Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Hammaga alangali salom. Ramazon oyining 10 kuni muborak bo'lsin, hammaga xayrli bo'lsin. Bugungi qilgan ishimiz Namangan viloyatini Rovston degan joyda qilingan ish. Do'stlar, bugun beton quyish jarayonidan oldingi holat. Do'stlar, sizlar uchun sizlarni razmerlari bilan qisqacha tanishtirib o'tamiz. Joyimizning balandligi 330, 18 ta stupenka tushgan, 18 santimetrdan balandligi. Joy qisqa bo'lgan hisobiga narigi eshikdan kirishda devor bor. Shuning uchun sizlarni shunaqa holatga tushirdik. Hurmatli obunachilar, kimga shunaqangi xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, beton zina lesnitsa ofitsial telefon raqamlarimiz bor. Bemalol telefon qilib murojaat qilib, savollaringiz bo'lsa yozishingiz mumkin kommentariyaga va like bilan qo'llab-quvvatlab turasizlar degan umiddamiz. Hammaga xayrli kun. Bizni kuzatishda davom etinglar do'stlar. E'tiborlar uchun rahmat. Reklama o'rnida mana narsani ham ko'rsatib o'tamiz. Profildan strapila, mansard. Bunaqa xizmatlar bo'ladigan bo'lsa ham ustakalarimiz xizmatinglarda bo'lishadi. Yaxshilikni ko'rishari, omonat dunyoda omon bo'linglar do'stlarim. Do'stlar, mana zinamizning beton holati ham bitdi. Ko'rib bu holatiga ham baho berib o'tasizlar, xudo xolisa. Mehnatimizga bitta like, bitta kommentariya bosib o'rarsizlar azizlarim. Hammaga omad.